Salom hammaga. Agarcha sizga CapCut Pro versiyasi kerak bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Buning uchun mana shu videoni tagidagi kanalga kirib olasiz. Alizion kanaliga. Va tepadagi "Еще" yozuviga bosasiz. Va bu yerdan mana shu Telegram kanaliga bosasiz. Va mana bu yerda sizga CapCut Pro versiyasini chiqarib ko'rsatadi va siz buni bosib yuklab olishingiz mumkin. Men yuklab olganman. Va mana bu yerda yozib qo'yganidek, bu ilovani VPNsiz ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun bu ilovani ishlatishdan oldin VPN yoqishni maslahat beraman. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.